Ruslan nima olding? Avtomat aka. Avtomatmi? O'rtoqlar, Qibrayliklar yengilligimiz bor. Yana men Ruslan bilan Qibray barib bolasida Assalomu alaykum. bemalol so'raganlar ko'p bo'ldi. Mana sepadigan apparatlari, bu apparatlar nima qilishini aytib ber, yana bir marta ko'rmaganlar bor. Shu Maspro ishonch bilan hamkorlikda ishlayapti, xudo xolasa. 3 oydan 12 oygacha muddatli to'lov bo'lib bemalol bitta pasport evaziga olsa bo'ladi. Qibrayliklar yana nima kerak? Mana sizlarga ishonch olib kelib qo'ydik. Shuni hokimiyat tepasi chiqasizlar, olasizlar. Bo'lib berar ekansizlar. Mana Garantiyamiz bor. nima bor? 3 yil garantiya biroz. 3 yil garantiya ham bor ekan. Shunaqa. 3 yil garantiya zapchas bormi? Bor. Remontdan qo'yaverasiz. Qilib beramiz. Bo'ldi. Yana nima kerak? Ishlatish kerak buni. O'zimizda. Buni ishlatishini ko'rsatgan edik. Hali ko'rsatib ketaman. Zo'r ishlar ekan, servis sentri ham bor ekan. Bu qumi yo'q, libboy narsa. Bilib olinglar, eshitmaganlar. Oldingi safar aytib ketdim. Kraska ham, emulsiya ham, shpakulovka ham separ ekan. 9-chi, 10-chi etajda ham davleniylar bir xil ushlab turadi. Gap bo'lishi mumkin ama. Qibrayliklar, kelinglar. Ishlatish kerak buni.